Hammamizga ma'lumki, matematika, ximiya, fizika fanlari juda og'ir, qiyin fan. Uni hamma o'quvchi ham tez qabul qilib o'zlashtirib ketavermaydi. Oldin chizmada ko'rsatsak, bu qanaqa ekan deb o'ylash uchun tasavvur kerak edi. Tasavvur qilishga ular erinib o'ylamashmasdi, men ishlatishga ham erinishardi. Hozir bo'lsa, misol uchun matematikada EduTeam platformasi bordi. Nazariy bilimlarni bugun o'tamiz, ertasiga EduTeam platformasida shu qandaydir o'yinlar, interaktiv o'yinlar orqali tushuntirib beriladi. Bolalar uni ko'z bilan ko'rib, o'yin orqali ishlagandan keyin tez eslash qobiliyati yaxshilanadi. Bu o'qish samaradorligining oshishiga, ta'limning rivojlanishiga o'z hissasini qo'shyapti. Bizlar matematika sabog'ida EduTeam platformasına kelib, saboqlarimizni takrorlovda o'tamiz. Bunda bizlarga muallim basında klassda tema tushundiradi. Ertangi bo'lsa, sol temalarda takrorlov ham ularda janidir sol temani tushunishimizni rivojlantirish uchun o'sha platformadan turli shinug'ular, hisoblar chiqarib o'rganamiz. Bu bizlarga ulkan yordam beryapti, saboqlikda da hamda umrda da. Келешекте медицина тарауына juda qiziqadi, келешекте доктор bo'laman dedi. Бұл доктор болуына мен juda bir quvonchliman. O'zining bilimine ерісіп, келешекте жақсы доктор болып жетілсуіне қолымнан келгенше өз көмегімді беруге аямаймын. Келешекте шипакер bo'laman, pediatr shipakeri. Men pediatr bo'lganda balalarni emlab o'tirganda hech qanday da qiyinchiliklarga duch kelmay, ularni jilatpay emlauga harakat etaman. Men qizimni har doim qo'llab-quvvatlab kelganman. Doktor bo'lib xalqqa bir foydasi tegadigan inson bo'lsa, men bundan xursandman.